Xalqaro kechirim tashkiloti e'lon qilgan yangi dokladda Osiyo davlatlarida kishilik huquq tajovuzchiliklarining kuchayganligini va bu davlatlarda yoshlarning bularga qarshi noroziligining oshkorligi bildirildi. Dokladda bo'libmi dunyo nüfusi eng ko'p bo'lgan ikki davlat Xitoy va Hindistonning oz sonliqlarga qarata bostirishni kuchaytganligi, ularni bir tahdid omili deb qaraganligi, Yangi Dehli va Beijing hukumatlarining o'z madaniyatlarini ularga tangmoqchi bo'lganligi ta'kidlandi. Dokladda Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning bostirishni kuchaytganligi, bo'libmi Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon oz sonliqlarga qarata xohlagancha tutqun qilish, nazorat qilish va yig'ilish lagerga qamash qatorliq kishilik huquq tajovuz qilish qilmishlarining kuchayganligi o'tirg'a qo'yildi. Buningga qarshi ommaviy taratqularda Beijing doiralariga qarshi qilingan tanqidlarning ustuliq bilan yolg'onga chiqarilganligi qayd qilindi. Shuning bilan birga Hong Kongda yuz bergan namoyishlarning demokratiya va erkinlik uchun umid beg'ishlaganligi, namoyishlarni tomosha qilib turgan shirkatlarning xalq nazaridagi ishonchlik darajasining tuvanlaganligi ma'lum bo'ldi. Germaniyaning Bavariya shtatidagi turk parlament a'zosi Toshdalan va do'stlarining Uyg'urlar haqida parlamentga sungan taklifi qabul qilindi. Sotsial Demokrat partiya a'zolaridan Arif Toshdalan, Render Spacher, Strohmayer, Erisman, Adilit va Sosterning Xitoyda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Ilhom To'xti va boshqa Uyg'urlarning qo'yib berilishi uchun Bavariya parlamentiga sungan taklifi qabul qilindi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Bavariya shtatlik parlamentining a'zosi Arif Toshdalan taklifda Uyg'urga qo'yilgan qarorga asosan Bavariya hukumati Xitoyning kishilik huquq tajovuzchiligi va diniy irq ayrimchiligiga qarshi kerakli tadbirlarni qo'llanadi dedi. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan virus sababli o'lganlar soni 213 ga yetdi. Koronavirusi Tibetda bayqaldi. Bunun bilan bu virus butkul Xitoy miqyosini qopladi. Sharq Turkistonda bo'lsa yuqumlanuvchilar sonining 17 ga chiqqanligi ishg'oliyatchi hukumat doiralari tomonidan e'lon qilindi. Dunyo sog'liqni tashkiloti bo'lsa Xitoyda o'tirg'i chiqqan koronavirus vabosi haqida xalqaro jiddiy ahvol e'lon qilganligini uqtirdi. Dunyo sog'liqni tashkiloti jiddiy ahvol komiteti butun dunyoga tarqalib vahima paydo qilgan koronavirus haqida Shveysariyaning Jenva shahrida jiddiy yig'in chaqirdi. Tashkilot markazida o'tkazilgan yig'inda 23-yanvardagi yig'inga chaqirilgan qarorda o'zgartirish kirgizilib, bu virus avomning salomatligiga xavf yetkazadigan xalqaro tahdid deb e'lon qilindi. Yig'indan keyin axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan Dunyo sog'liqni tashkilotining boshlig'i Gabraysus koronavirus haqida xalqaro andish paydo qilgan jamoat sog'lomligi jiddiy holati e'lon qilganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 11-sentabr voqeasidan keyin o'tirg'i chiqqan terrorlik tahdidining azayganligini bildirdi va yangi mezgilda asl tahdidning Xitoy Kompartiyasi ekanligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo London ziyoratida siyosiy almashtirish nomli oqillar ambarda nutq so'zladi. O 11-sentabr voqeasidan keyin terrorlik tahdidining o'tirg'i chiqqanligini, lekin buningga qarshi elib berilgan kurashlar natijasida hozir undaq cho'ng tahdid qolmaganligini ta'kidladi va terrorizmga qarshi sagak g'alati tutirish bilan birga dunyo miqyosida duch kelgan boshqa qiyinchiliklarmi bor. Xitoy Kommunist partiyasi davrimizning asli tahdidiga vakillik qiladi dedi. Pompeo Amerikaning e'tiroziga qaramasdan Angliyaning Xitoy Huawei shirkatining mahsulotlarini 5G to'ri qurilishiga qo'llanish qaror chiqarganligi haqida so'ralgan savoliga ikki davlat orasidagi xavfsizlik aloqasi kuchlik va shundoq davomlashadi. Lekin Amerika fuqarolarining uchurlarining muvofiq bo'lmagan bir to'r orqali avatilishiga ruxsat qilinmaydi dedi. İtaliyada 6000 yo'lovchi o'ltirgan va xodimlari bilan qo'shilib jami 7000 kishi bor bo'lgan bir paraxod Wuhan virusi shubhasi sababli karantinga aylandi. Paraxodda 30 turk yo'lovchi borligi bildirildi. Bu paraxoddagi ikki Xitoyda koronavirusi xavfi o'tirg'i chiqqandan keyin 6000 kishilik bu paraxod karantinga aylandi.
u bir juft Xitoyda qizish qatorliq kasallik alomatlari ko'rilganligi sababli kuzatishga ilinganligi, boshqa kishilarning bu kuzatish mazgili oxirlashguncha ayirib etilganligi bildirildi.